Nima uchun pinglidi? Rugruzugu qizarmaydi. Qizilnavlar ham bor. Sababi mana o'rmon. Mana bu quyosh nuri tushmayapti. Tushishi mana bunda ko'radi. Mana bu kesilgani. Quyosh nuri to'liq tushyapti, mana kesilmagan. Eng rang olishdi oson yo'li, rang berishdi oson yo'li. Kesib, ochib, quyosh nurini tizishdi. Quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri tushgan har qanaqa meva doim qizarib bo'ladi. O'tgan yillar bu yerda qizarmagan mevalar shu sababi mana shu. Bu yil to'g'ri konsultatsiya olganmiz bu yerda. Shu uchun hozir bu yerda mana 1 yillik shoxlar to'liq o'sib ketgan. Mana ichkarida qarang, bironta mevaga quyosh nuri tushgan yo'q. Quyosh nuri tegish kerak. Mana bu daraxt kesimdan keyingi holat. Tepasi kesilmadi, tepasini ham shu lider bittalik qilishimiz kerak. Bu yerda shoxlar olindi, tik shoxlar olindi. Uzun shoxlar kaltalatildi, uni quyosh nuri to'liq kiryapti. Xudo xolasa hammasi rang oladi bular. Mana bu holat, mana kesilgan daraxtni qarang. Mevalar ko'ryapsan? Mana mevalar, mana tashqariga chiqdi mevalar, quyosh nuri tushishiga sharoit bo'ldi. Endi buni qarang, kesilmagan daraxt yonida turibdi. Buni qarang. Bunda hech narsa yo'q. Meva ko'rinmayapti.